Qani unda ketdik. Bir sizlar bilan tanishtirib chiqaman hamma joyda. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Jonlaringiz sog'mi? Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Xo'ja Ipak ota ziyoratgohidamiz. Mana bugun shuncha mana odamlar kelgan. Mana tumonat odam o'g'riqlari, teri tanosil kasalliklariga shifobaxsh sho'r suvlari bor ekan. Qoraloy deydi, balchiqlari bor ekan. Balchiqqa tushasiz. Sho'r suvga cho'milasiz ekan, issiqxonalari bor ekan. Hamma shart-sharoitlardan iborat qarang. Qancha tumonat odam, butun viloyatdan kelgan odamlar bor. Men bir qator sizlarga tanishtirib o'tib ketaman hamma narsani. Sizlardan bir dona like, podpiska bosib qo'yishni unutmaysiz. Chegarani yonida. Daxlsizligimizni qo'riqlab yurishibdi. Qadrli obunachilar, mana bu ko'l, mana bu shifobaxsh suv ko'z kasalliklariga davo ekan. Mahalliy aholining aytishi bo'yicha mana shu yerga oyoq qo'yib, tizam qo'yib, qo'l qo'yib, boshni botirib, ko'zni ochib yuraversangiz, barcha ko'z kasalliklariga davo ekan. Bu ham ma'lumot o'rnini aytib o'tibman. Sizlar foydalanasiz. Qaysi